Ko'pchilik qorilarimizda allazi yuvasvisu deydilar. Aynan o'sha vovdagi bo'ladigan xatolar. Yo'q. Allazi yuvasvisu mana shu holat. Yuvasvisu, yuvasvi, emas. Yuvasvisu. So'ngra sinda su deya ikkinchi sinda cho'nchaytirishligimiz kerak. Fi sudu e'tibor bering. Ko'pchilik qorilarimiz fini yaxshi aytsalarda, ammo do deya soddan keyin dal ingichka harf bo'ladi, ammo sod qalinligi uchun, qalin bo'lgan harf bo'lganligi uchun dalda uni ingichka qilishga ulgurmasdan nima deydilar? Fi sudurin nasudu. Hatto buni arablar ham aytadi. Fi sudu emas. Fi sudu mana su cho'nchaytiramiz, su, so'ngra du, da, di, du. Hech qachon da, di, do o'qimaganmiz u. Du deymiz. Shunda to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Juda ham e'tibor bering. Buni nafaqat ajamlarimiz, balkim arablarning o'zlari ham ko'p qiladilar. Ya'ni dalni yo'g'on o'qib qo'yishlik bu xato. Albatta ma'no buzilmaydi.